Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yana bir fayzli xonadonimizni tunikafon ishlarini Andijon viloyati Jalaquduq tumanida qilib berdik. Bu xonadonimizni to'liq ma'lumotlarni sizlarga nech puldan bo'lganini, nech puldan qilib berganimizni hammasini sizlarga to'liqonli aytib o'taman. Videoni boshidan bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xohlasa boshlaydigan bo'lsam videoni. Xo'p, bu obyektimizni ko'rib turganingizdek, mana shu ko'cha tomon shapkasi, kaziroq qismi, dorozaxonasi, ichkari tomon shapkalari bor. Hozir sizlarga ularni ham ko'rsatib o'taman. Bu obyektimizni mana shu umumiy qismiga 192 kvadrat lis sarf qilib berganmiz. 140 ming so'mdan barcha mahsulot ichida tunikamiz, reka samarezlari, yo'l kiralari hamma yo'g'i o'zimizning hisobimizdan bo'lgan holatda qilib berdik bu xonadonimizni. Dorozaxonamiz pastroq bo'lganligi uchun mana shu fason tanlangan. Ko'rib turibsizlar, chekalari xuddi hovuzga o'xshab pastga bo'rtib tushganga o'xshagan effekt beradi, lekin buni tekizligi bir xil tekizlikda mana shunaqangi past dorozaxonalariga mana shu fasonlarimizni tavsiya qilamiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli chiqadi. Joyida baland pastligiga ham juda ham yarashgan. Xo'p, bu obyektimizni oq rangga mokriy rangda qilib berganmiz. Do'ppichalarni ham mokriy rangda qilib berganmiz. O'rtasiga bir komplekt mana shunaqangi rombe qilib, chiroyli qilib profillarni ham tirloli qilib berganmiz bu obyektimizda. Xo'p, 140 ming so'mdan 192 kvadrat lis sarf qilib umumiy qiymati 26 million 800 ming so'mga mana shu xonadonimizni qilib berganmiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qaytlarni qilib berganimizni to'liqonli ko'rib olasizlar. Xo'p, bu obyektimizni ichkari tomon shapkasini polностью mana shu tepa tomonlari bilan, qoshlari bilan qilib berganmiz. Qosh qismiga qoshli qilib 90 gradusli Novo karnizli, keyin pastki qo'shimchasini devorni tepa tomoni eski plastiki bo'lgan edi bu yerda. O'sha plastikini buzganimiz uchun pastki tomonlar ochilib qolgan. O'shatlarni ham bir xilda qilib yopib, chiroyli qilib bitkazib berdik. Burchaklarga e'tibor beringlar. Burchaklarni ham cho'tki holatda qilib chiqarib berganmiz. Bu tomonda ozgincha shapka tomoni ham bor. Bu tomonda ham mana shu burchakda to'xtagan. Mana bu burchaklarga e'tibor beringlar. Cho'tki chiqqan, xudo xohlasa. Novo karnizimiz ham xudo xohlasa go'zal chiqdi. Kimga mana shunaqangi xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranimizda turgan nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa sizlarning xonadoninglarni ham go'zal holatda qilib yetkazib beramiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.